Hop, bugungi video obzorimiz mana shu balonniki bo'ladi. Ballon holati bir 70%, 100%, 70 talik bor. Ballonimiz cho'tki, ichlari unaqa urinib, yomon bo'lib ketmagan, tiniq. Xudo xolasa. Saksiyasi qurt ballonni. Bitta bu yoqdan yamalgan ekan. Ate boshqa aybi yo'q bu ballonni endi. Mana bitta yirtib olish kerak ekan. Shu sabab menga keldi mana. Hop, ballonni yamaymiz, Alloh nasib qilsa. Yamagandan keyin garantiya shu ahvol yurib tashab ballonni tashab oladigan darajaga kelguncha garantiya. Faqat damsiz yurib qo'ysa, mana bunday ozgina damsiz yurilgan. Damsiz yurib qo'yilgan joylari bor mana. O'zini ichidagi qurumlari. Mana bu yoq damsiz yurgan joylari. Shunaqa damsiz yurib qo'ysa, o'zligicha javob berishadi. Endi yana no tarafi mana ham damsiz yursa, mana ko'chirib yuboradi. Buni ham pastga ko'chirib yuborgan. Ko'chirib yuborgan joyini ko'rsataman. Ko'chib ketgan. Bu yoqdan ham ozgina qo'ygan, ko'chgan. Damsiz yursa mana shu holatga keladi mana. Bilib olish qiyin emas, damsiz yurmaganini. Hop, egalari bilan gaplashdik, Alloh nasib qilsa yamaradigan bo'ldi, lekin hozir sirasiga emas. Sal bemalolroq yamish bilan mayli, Xudo xolasa mana shuni yamab, xullas tikib, cho'tki qilib beraman. Teshigi 5 sm yirtilgan. Bemalol qo'l kirib ketadi ham ichiga. İçidan ham bitta ko'rsataman, iminni shu joyini. İçidan ham bitta ko'rsatib qo'ying. Mana ichki qismi. Yirtig'i normalniy. Xudo xolasa shishga bermaydigan qilib, garantiya bo'ladigan qilib, Alloh nasib qilsa, cho'tki qilib yama beriladi. Endi narigi yamog'i ham bizada yamalgan. Hop, unisi endi qo'yib yuborgandan keyin sal kelishlardan nimadir qilamiz deb o'ylab topamiz. Qadrli obunachilar, videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar kanalga. Alloh nasib qilsa, ana shunaqa yirtiq, shishga bo'lib qolgan ballonlarni, yirtilganlarni yama beramiz, shishga bo'lib qolganlarni qaytarib beraman. Ijod hozircha davom etyapti. Xudo xolasa sizlar uchun yaxshi videolar chiqarishga harakat qilaman. Sifatli videolar chiqadi, Alloh nasib qilsa. O'zingizlar ham ko'rib baho berasizlar. Ballonlarni olib kelishinglardan oldin videolarni ko'ringlar yoki tanishinglarga tashlaylar videolarni. Ballonni ko'r, ishlashni ko'r, yamog'i ko'r, garantiyani ko'r. Agar eplosing, shunaqa garantiyada yura olsang, obar ballonni endi sizlar olib keladi. Misol uchun bilgan odam, tushungan odam tushunadi sirasi. Hop, videoni tarqatib qo'yinglar, odamlarga yaxshilik ham savob bo'ladi. Qidirib sarson bo'lib yurishmaydi yoki qaysi boshqa joylarda borib tikib yama olarmikin yoki yama olarmikin, shu ballonni qilib olarmikin, qilib olmasmikin degan xulosada yurishmaydi. Yana bitta sizlarga katta yangilik, lichkaga silka qoldirdim kanalimni tepasiga. U silka Xudo xolasa onlayn bozor ochildi. Oyoq kiyim bormi, ko'ylak, futbolka, bolachalarga kiyimlar, hamma narsa qo'yilyapti u yerda. Nima kerak bo'lsa, Xudo xolasa u sohani ham boshladim. Zakaz qilsanglar, yetkazib berish xizmatlari bilan hamma narsa bor, Xudo xolasa. Bolalarga zakaz qilasizlarmi, o'zingizlarga ham. Endi onlayn do'kon bo'lib turibdi hozir, offlayn qilsam jenskiy, murskiy, detskiy aralashtirib do'kon qilmoqchiman. Offlayn bo'ladi, tabiiy do'kon, живой bo'ladi. Xudo xolasa uni ham qilish niyat bor. Alloh nasib qilsa, tez orada uni ham qilib obzorini shu YouTube kanalimga qo'yaman. Keyin bu sohani davom ettiramanmi, yo'qmi yoki shogirdlarga beramanmi, bo'ldimi,
o'sha paytda keyin xulosa qilamiz. Oldin qani bu yog'ini boshlaylik, xudo xolasa bismillah deb. Xullas, poddesh qilib tursanglar, layklarni bosib, obuna bo'lib, videoni tarqatib tursanglar, xudo xolasa yangiliklarni, kattalarni, bombalarni qilamiz. Alloh nasib qilsa, niyat qilib qo'ydim shu 2025-yilga. Orzular ko'p, niyatlar ko'p, xudo xolasa hammasiga yetib yuraylik. Hamma yetsin, xudo xolasa zo'r bo'ladi bu yil. Alloh nasib qilsa. Bu ishlar ham zo'r bo'ladi. Men o'zimcha endi plan qilyapman, bu ishlarni, tikishlarni menimcha endi bu ishdan pensiyaga chiqib shogirdlarga bersak ham bo'ladi deb o'ylayapman. O'zimcha yana hozir yangi shogird bor. Shashti baland bu ishga juda ham ishtiyoqi baland. O'sha bolaga beraman, xudo xolasa. U bolaga nasib qilsa videosini olib chiqaman, Alloh nasib qilsa. Xullas, o'rnimga o'tkazmoqchiman. O'sha bolani niyat qilib qo'ydim. Agar shu sohani olib ketaman, ishlayman deydigan joyi bo'lsa, moshina qilib chiqaraman. Xudo xolasa shunaqa yirtularni, onalarini ko'rsatib yamaydigan qilib bola qilib chiqaraman. Xudo xolasa nima deydi? Bizning territoriyamiz yangi yo'lda nomerali qilib beraman. Xudo xolasa shu bolani qilmoqchiman. Qo'llab-quvvatlab turinglar, layk bosib turinglar. Poddeshkani kuchaytirib tursanglar, xudo xolasa sizlar uchun xursand bo'ladigan ko'p yangiliklar bor. Xudo xolasa nima deydi? Kelganinglarda ham misol uchun bekorga kelmaganinglarga, afsuslanmaysizlar kelganinglarga, do'konga kelasizlarmi, bu yoqqa kelasizlarmi, xudo xolasa umuman kelsanglar ishinglar bitib ketadigan ish bo'ladi bu yil, xudo xolasa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, videoni tarqatib obuna bo'lib qo'yinglar, layklarni bosib tashlaylik tikillatib. Joninglar sog' bo'lsin, boringlarga shukr.